Assalomu alaykum qadrli podpischilar. Birma-bir mashinalarimizni obzor qilib chiqamiz. Kuzatib boringlar, like, komment kutib qolaman. Значит, Malibu 18-yil 2.4 полностью родной 90 ming probegda 19 ming qo'limiz. Nitro mashinasi 23-yil 30 ming probegda hamma navorot, barcha o'rz havaslaringiz bor. 23.900 dollar narxi. Tracker 23, propan, mягкий balon, atiq 30 ming probegda bitta krillochasida petnochasi bu. Bu mashinani 16.200 ga beraveramiz. 7 Pro 24-yil propallari ham bor. Belik varianti 35 ming probegda 20.200 dollarga baraka qilamiz. Santa Fe 22-yil propallari bilan 1 krug probegda mashinamiz radnoy 27.900 dollarga beraveramiz. Santa Fe'ni eng fulli 22-yil Sonata. Sonatani eng fulli nardagri ranglarda. Значит, 22-yil 60 mingta probegda 26 ming deb qo'yib ketgan egalari kelaverasizlar. Tracker LS 23-yil 60 ming probegda metan, mягкий balon hamma ishlari qilingan. Mashinamiz 23.500 dollarga baraka bo'ladi. Haval Julion qidirganlar 13.500 kechirasizlar. Haval Julion 24-yil 17 mingta probegda propan, mягкий balonlar qo'yib qo'yilgan eng fulli head-up displeylik. Значит, 22 ming dollarga baraka bo'ladi. Kia Seltos qidirganlar uchun 21-yil Seltos 30 mingta probegda polni radnoy benzin 21 ming dollarga baraka bo'ladi. Eng fulli. Elantra 400 km atiq probegda masla mashinamiz 23.900 ga baraka bo'ladi. Malibu qidirganlar uchun eng oxirgi partiyalardan Chiste 16 radnoy 2 krug yurgan gaz mягкий balonlari qo'yilgan. 11 ming dollarga baraka qilamiz. Keling. Chempion 24-yil BYD Chempion gibrid mashinamiz 20 mingta probegda полностью radnoy 27 ming dollarga baraka bo'ladi. Kia K5 kojirni salonligi propan mягкий balonlari bilan GT-Line diska oq rangda, значит 70 mingta probegda 23 ming dollarga baraka bo'ladi. BYD Song Plus eng fulli 4x4 radnoy 40 mingta probegda 27 ming dollarga baraka bo'ladi. Barterga mashinalar bo'lsa bemalol kelaverasizlar, almashtirib ustini doplata qilib yoki biz ham doplatamiz bilan olib ketaverasizlar. Hammalaringizni salonimizda kutamiz.